Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli aka-uka chorva ishqibozlari. Mana bugun xudo xolasa Sirdaryo viloyati Yangiyer shahridan 10-aprel haftaning payshanba kuni xudo xolasa 15 bosh novvosimiz bor. Nasib qilsa xudo xolasa qisqacha videosini qilamiz. Kimgadir ma'qul bo'ladigan bo'lsa nomerlarni qoldiramiz. Xudo xolasa aloqaga chiqasizlar. Qisqacha ma'lumotlarni berib borishga harakat qilamiz. Xudo xolasa bularni eng berib yuboriladigan summasi oxirgi narx-navolarni aytib o'tamiz. Bularning ichida eng past narx-navosi 12.800 ming so'mdan 2 dona bor. 2 dona 12.800 ming so'mdan qilib beramiz. Berib yuboriladigan summasi oxirgi narx-navosi. Undan pastiga asoydil ishimiz bitmaydi. Maqsad sotish, buni narxini osmonda qo'yib, klientlarni chalg'itib chaqirish emas. Eng baland narx-navosiga 17.800 ming so'm narx-navo qo'yamiz. Uni ham berib yuboriladigan summasi 17.800 ming so'mga. Mana bu bor. Xudo xolasa mana bu 3-chidagi novosimiz bor. Mana bu novos xudo xolasa aksariyati yirik novoslar. Mana bu shvedlar, mana bu shved ham xudo xolasa kichkina mollar emas. Tish buzgan, buzmaganlari ham bor, aralash. Endi ichida maydalar ham bor, to'g'ri mana bilinib turibdi. Maydalar ham narx-navosi xudo xolasa hammasi hisob bilan. Eng baland narx-navosiga 17.800 ming so'm, bir joyda olaman degan aka-ukalarimizga 15.300 ming so'm berib yuboriladigan summasi. 15.300 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, hammasini bir joyga bo'ladigan bo'lsa, baraka qilamiz. Soni 15 bosh. Kimgadir ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Variantga, nasiyaga ishlamaymiz. Bo'ybaslarga keladigan bo'lsak, eng pastiga adashmasam 1.10 lar chiqib qoladi xudo xolasa. 1.5 deylik, lekin 1.5 chiqmaydi. 1.5 dan baland 1.10 lar chiqib qoladi xudo xolasa eng pasti. Eng balandi xudo xolasa 1.20 deb hisobini olsak ham bo'ladi. Ichida kattalari xudo xolasa aksariyat kattalari bor. Hozir mana yemga tashashga tayyor, kichkina mol emas xudo xolasa. Narx-navosi bilan. Mana bu kichkina bo'lgan bilan, lekin o'ta ham sifati o'tkir mol. Mana yondagi endi vobshe boshqa narsa. 17.800 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, ichidan 4 dona olaman degan aka-ukalamizga 17.800 ming so'mdan 1 dona o'zini olaman degan aka-ukalamizga to'g'ri kelmaydi, to'g'rirog'i. Mana hozir bir qator yana yurishlarni ham ko'rsatamiz. Mana hurmatli aka-ukalar, kichkina mol emas xudo xolasa. Sifatlari o'ta ham a'lo darajada. Kimgadir ma'qul bo'ladigan bo'lsa, mana aloqaga chiqasizlar. Endi bitta bu degani mana shu zo'r degani emas. Mana ichida aytayapman, 10 donasi, to'g'risini aytay, 10 donasi yirik mollar. Ichida to'g'ri 5 ta bor, nisbatan maydaroq. Endi bir joyga bo'lsa, ichidan 10 donani o'zini tanlab olaman, 10 tani degan aka-ukalarimizga bu narx-navolar to'g'ri kelmaydi. 10 donani ajratib olaman degan aka-ukalarimizga tak 16.300 ming so'mdan bir joyga bo'lsa, 16 tasi bir joyga. 10 tasini tanlab olaman degan aka-ukalarimizga 16.300 ming so'mdan beramiz. Yirik mollar, kichkina mollar emas. Yemga tashashga tayyor xudo xolasa.